bu videoda men boltalarni sehrlashni o'rgataman. Qani kerakli sehrlarni olaman. Let's go. Kerakli sehrlarni oldim. Hoppa, ana buni qo'yamiz va mana bunday boshlaymiz. Mana endi mana buni boltani qo'yamiz va sharpness birinchi o'tkirroq bo'ldi endi. Endi esa unbreaking tekin sinadi va mending bilan esa qayta tiklana oladi. Smite bilan esa smite sekrini nega qo'shib bo'lmaydi? Smite qo'shib bo'lar edi-ku. Mayli. Bu sehrni ham qo'shib bo'lmaydi. Hozir bitta bolta olamiz. Hozir sinash uchun bitta bolta olamiz. Mana endi yangi bolta oldik. Xo'sh, yangi boltani esa sinab ko'ramiz. O'xshadi. Va nega bu o'xshamayapti? Nima bunaqasi turdida yana olishim kerakmi? Balakat. Mana shu sehrlarni boltasiga qo'shsang ancha kuchliroq bolta bo'ladi. Mana bu bolta esa kreativdan ham tezroq sindiradi. Mayli, xayr.